Bu darsda sizlar bilan qaytarishlar, ya'ni vazvratlar bilan ishlaymiz. Ya'ni sotuv jarayonida biznesda ko'p holatlarda qanaqadir mahsulot sotganingizda mijoz tarafdan mahsulot qaytib kelish holatlari bo'ladi. Qanaqadir brak sabab yoki yana qanaqadir muammolar bilan. Xo'p, bizda misol uchun kelaylik shu jarayonni hozir vazvrat bo'ladigan jarayonni bitta simulyatsiya qilib chiqamiz, demo qilib. Xo'p, sotuv bo'limiga kirdim. Malika ombordan so'mda iPhone sotyapman. Bitta dona sotyapman iPhone. Qo'shdim. To'liq ravishda puli berilgan. Sotuvni kimga qildim? Qanaqadir yangi mijoz yoki mijozni ko'rsatmasdan sotuvni rasmiylashtirib yubordim. Shu holatini ham ko'rsatib ketmoqchiman sizlarga birato'la. Mijoz kiritilmagan holatini. Xo'p, to'langan, mana 100% lik sotuv bo'ldi, 100% to'langan sotuv bo'ldi so'mda. Xo'p, tahlil bo'limiga o'tsak, bizda tushumimiz ko'paydi, foydamiz o'sdi. Xo'p, endi qaysidir vaqt o'tdi, haligi mijoz kelyapti. Keldi, qaytarib bering dedi. Ko'rib oldingiz, brak yoki nimadir bo'lgan, muammo bo'lgan. Endi qaytarib beryapsiz. Xo'p, qaytarish bo'limiga kiramiz. Bu yoqda yangi qaytarish bosdik. Qidirish. Qaysi sotuv bo'yicha? Ikkinchi raqamli soat 21:04 ga o'sha 7-sanadagi qaytarish, ya'ni sotuvni tanladim. Ya'ni shu bo'yicha qaytarish qilishim kerak men. Endi bu yoqda 10 ta narsa sotgan bo'lsangiz, bitta narsa qaytayotgan bo'lishi mumkin. Bu yoqda bittadan bitta deb qo'ygan, ya'ni bitta narsa sotilgan, shuning uchun qaytarilsa ham bitta narsa qaytariladi. Misol uchun 10 ta, 100 ta narsa sotilganda 2 ta 3 tasi qaytarilayotgan bo'lsa, unda o'sha 100 tadan bitta, 100 tadan 2 ta va hokazo ko'rsatib turgan bo'lardi misol uchun. Bu yoqda o'zi bitta narsa sotganmiz, shuni bitta yana qaytaryapmiz. Sababini yozib ketasiz. Misol uchun brak chiqdi. Brak chiqdi. Misol uchun qaytarishni rasmiylashtirdik. Bo'ldi. Endi buni tahlilga o'tganimizda ko'rinadi. Ya'ni 15,470,000 so'mlik sotuv bo'lganda, misol uchun sotuvlarning ichida ko'rinadi bu narsa. Qaytarishlarda o'sha summalik, ya'ni qaytarish bo'lgan, vazrat bo'lgan. Mana bu yoqda tahlilda ko'rinyapti. Ya'ni bizda qancha pulli narsa sotildi, qancha pulli qaytarildi. Shunaqa. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Shunaqa ko'rinishda qaytarishlar bilan ishlasanglar bo'ladi. Misol uchun kelinglar yana sotuv qilamiz. Xo'p, asosiy Malika ombordan, ya'ni iPhone endi bu safar 10 ta sotildi misol uchun. To'liq ravishda puli to'landi. Sotuvni rasmiylashtirdik. Bu safar tanish kimgadir sotdik. Xo'p, chop etildi cheklari. Xo'p, endi qaytarishga o'tamiz. Ya'ni qaysidir payt u qaytarish kerak bo'lib qoldi endi. Ya'ni braki bor ichida. Mana bu sotuv. Hozir oxirgi bo'lgan sotuvimiz shu. Xo'p, 10 tadan nechtasi? 3 tasi qaytyapti. Ya'ni bu ham brak misol uchun. Brak yana qanaqadir sabablarini shu izoh maydonchasiga yozib ketasiz. Rasmiylashtirdik. Bo'ldi. Mana shu mahsulot qaytarish bo'limida ham o'sha sizni qaysi payt, qaysi ombordan, qaysi sotuvdan mahsulotlaringiz qaytganini, nima sabab qaytganini ko'rib tursangiz bo'ladi o'sha. Bu yoqda tahlilga o'tganimizda qaytarishlar o'sha 2 ta bo'ldi. Summasi shuncha summali narsa qaytdi.